6 bab ilg'orlik tarbiyalashdan keladi. O'xshash bir vaqtda bozorning yana bir chetida bir yosh dada va uning ayoli bolalarni tarbiyalash usuli ustida izlanayotdi. Ular nihoyat uzoq muhokama qilishib, oxir bir taklifga keldi. Ularning ikki o'g'li xato yo'lga kirib qolgan bo'lib, o'g'illarning biri 9 yosh, biri 6 yoshga kirgan. Hech qaysi ota-onasining gapini anglamaydi. Ota-onasiga ichi og'ritmaydi. Ularning maktabdagi ifodasi nachar bo'lib qolmasdan, balki yana doim qo'shnilarga avorchilik ilib keladi. 5 qatqanda da hamga batgan ayolning dadanglar qaytib kelgandan keyin cho'qim pushaymon qilsalar deganni talay qitim anglagan edi. Dadasi uyga qaytib kelganda qo'rqib ketgan bolalar dadasiga nisbatan uyga qaytib kelishning o'zining qo'rg'oniga, ya'ni sirtqi dunyodan ayrilib turgan teptinish qo'rg'onga kelganga o'xshash bo'lganligini bilmaydi. U xizmatda ko'plagan avorchilik va qiyinchilikqa uchrag'ashqa uyga qaytib kelgandan keyin bir oz bo'lsa-mu tinchlik va aromchilik bo'lishni nihoyat orzu qiladi. Biroq uyga qaytib kelgandan keyin ayolning uningga deydigan birinchi gapi bo'lsa, "Suyimlikim, ichingizni pishirmoqchi emasman. Biroq bolalaringizning bugun nima ishlarni qilayotganligini bilmaysiz. Sizning ularni boshqarib qo'yishingizni umid qilaman. Men o'zim yolg'iz ularni boshqarib bo'la olmadim" deydi. Bu yosh ayol bolalarning cho'ng bo'lgandan keyin ash uchiga chiqqan likchak bolalarga o'xshash yurish-turishi qo'pol, hech kimni ko'zga ilmaydigan bo'lib qolishidan ansiraydi. Oxir amalsiz bu yoshda da bolalarni urdigan bo'ldi. Agar kor qilmasa, texim qattiqroq urdigan bo'ldi. Biroq u bu xil usulni faqat yaxshi ko'rmaydi. Uning esiga doim bir yumor keladi. Bir dada o'g'li g'ayva qilib turib, "Agar sening iningni urdig'ingni yana ko'rib qolgan bo'lsam, men seni rosa uraman." Ayol ikkisi atrofdagi qo'shnilarni ko'zitib, texim umidsizlandi. Ular nurg'unlagan ota-onalarning o'zlariga o'xshash bir masalaga yo'liqqanligini, ularga o'xshash bolalarga qanchalik erkinlik berishni yoki bolalarga qanchalik darajada chay qo'yishni bilmay gangrab qolganligini his qildi. Hech qanday bir odam ularga qanday ota-ona bo'lishni aytib bera olmadi. Amaliyotda ular bu masalani azaldan yaxshi o'ylab baxmagan edi. Biroq ular o'zlarining cho'qim o'rganish kerakligini his qilishdi. Yosh dada o'zining gangrab qolganligini aytganda, qo'shnilarmi o'zlarining o'xshash ahvol ekanligini aytdi. Hozir burunqiga faqatla o'xshamaydi. Hamma narsa nihoyat tez o'zgardi. Biz hozirgi qoidalarni aniq o'rganib bo'lishimizga, ular qoidalarni allaqachon o'zgartirib o'tdi. Kim bildi? Bu bolalar bizdan nimaga erishmoqchi? Dedi ko'plaganlari. Bu yosh boshqa ota-onalarning ko'nglini nihoyat yaxshi tushunadi. U o'zining gangrab qolgan birdan bir odam emasligini bilganda, o'ziga bir oz bo'lsa-mu tasalli deb qoldi. Biroq oyatdagi masala bargan sari eg'irlashyotdi. Bolalarni qandoq boshqarish masalasi ayol ikkisining nikohiga nihoyat zo'r bisim elib kelgan edi. Uning ustiga qo'shil bo'lmagan oila turmushi nihoyat tezla uning xizmatiga ta'sir qildi. Eng oxirida u amalsizlikdan mutaxassislardan yordam istadi. U nikoh oila masalasi maslahatchisi, psixologiya maslahatchisi, bolalar mutaxassisi va psixologiya doktor qatorliqlarning taklifini angladi. Qarmoqqa foydasi bor deb turgan retseptlarni o'rgandi. Biroq bularning hammasi uni texim qaymoqtirib qo'ydi.